Nimaga o'zbeklar rus tilini yaxshi bilishmaydi? Nimaga O'zbekistondagi ruslar o'zbekcha gapirishni xohlashmaydi? Buning sababini, aybini o'zimizdan qidirishimiz kerak. Bizning o'zbeklarning juda ko'pchiligida bir holat bor. Agar rus tilida gapirayotib xato qilib qo'ysa, ustidan kulishadi. Yo, bu noto'g'ri. Masalan, bittasi "yahoch" deganiga masxara qilishyapti. "Yahachu" demadi. "Men xohlaysan" bo'lib qoldi deb. U harakat qilyapti, intilyapti. Xato qilib bo'lsa ham oldinga intilyapti. Demak, uni qo'llab-quvvatlash kerak. Birorta odam noto'g'ri gapirib qo'ysa, uni mazax qilishni keragi yo'q. Endi ruslar ham o'zbekcha gapirayotib, ana shu ega kesimida yoki shaxslarda, sonlarda xato qilib qo'ysa, ularni ustidan kulishadi. Eng ahmoqlik, eng betamizlik bo'ladi. Ruslarga bir e'tibor bering-da. Agar ruscha gapirayotgan bo'lsangiz, xato qilib qo'ysangiz, sira ham e'tibor bermaydi. "Ну nичего" deb qo'yadi. Ana shundan o'rnak olishimiz kerak. U harakat qilyapti, intilyapti. Menga o'zimni tilimda, rus tilimda javob berishga harakat qilyapti deb qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun ham birov xato qilsa, uni ustidan kulib, mazax qilishning keragi yo'q. Qo'llab-quvvatlaganimiz ma'qul.